Yaxşım köpçülük, men Şinjan Tepe Üniversitesi 5-ci tarmaq doktorxanasının Abdullah doktor. Hem de muş yaqında bu oyunğa bəzi məzmunlarını çıxırıb olamıdı. Hem de ünlülərdə bəzi bemorlarımız ünlərini qıtıb məsələn sorulğan çağdımı vaxtı cavab qaytarıb olamıdıq. Bəzi bemorlarımız muş tekşürü nəticələrini to'liq yo'llab söz qaldırıb qo'ygandan keyin hətta bəzi bemorlarımız həftədən keyin ondan keyin cavab qaytarish fursat keldi. Hem de müşakilib kasal ko'rsatib boqqan bemorlar ko'rib turdim da mening xizmatim haqiqatan aldirash hamda operatsiyaga chiqmasam bo'lmaydigan bir şey kaz bemorlar ishkini oldida qatat turibdi saqlab mushda chog'da mushuning hamma kasalni tafsili ko'rib o'liq javob bermasa bo'lmaydi uningdan boshqa o'zim ambulatoriyaga chiqib kasal ko'msam bo'lmaydi andiki uningdan boshqa bizniki qilgan har xil yig'in o'rganish yozilgan pingniya bo'lba uningdan boshqa bizniki o'qitish xizmatimiz hamda shu yigadaşda o'qiydigan o'quvchilarga dars o'tmasak bo'lmaydi shunga bizniki xizmatimiz aldirash Şoň to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Men kunduz asosan aldirash ishlayman, ba'zi telefon qarab olamayman, unlarga, do'yilga qarab olamayman. Undan keyin kechda ishdan tushgandan keyin bemorlarimizga aldirmay javob bermoqda, ba'zi bemorlarga yarim kecha javob berish shakilda javob bergan vaqtimiz bor. Hamda ba'zi bemorlar balki kunduz javob qaytarmay yarim kechada javob qaytarganda bo'ylab qolishi mumkin. Hamda shu chog'da hamda mush bemorlarning kasallik ahvolini ko'rsatib hamda bak kechib kelsa ham javobsiz qolmasin deb javob qaytarib qo'yadimiz. Şu bemorlar meni to'g'ri tushunsan, andan keyin biz bilan aloqalashgan bemorlar asosan unlarning qitig'ini, ya'ni 181 998 77 34 mush nomerni unlar qitib mesela so'rasanlar, mesela aniq belgili bo'ldi, tekshiruv natijalarini ko'rib qilib bo'ldi. Andan keyin doktorxonaga keldigan bemorlar asosan men doktorxonaningki o'rnini, adresini tafsil yo'llab beraman. Qanday izlab tepish, mana bu izlab kelsanlar asosan topa olasizlar. To'g'ri tushunsanlar